Agar ta'rif qilsak ertaklargidek, Tohir, Zuhro, Layli, Majnundek. Ularning sevgisi xo'rlanganidek yuksaklarga ko'tarib ardoqlagandek. Afsus bu ta'riflar eskirib borar, kelin kuyov ta'rifin sizlar eshiting, tinglang. Uzoq tomonlarda emas, yaqin tomonlarda, Qo'rg'on degan makonlarda Farhod kabi va Quvvat Majnun kabi al-qomat Azimboy bor ekan. Azimboyni baxtiga oy desa oydek, gul desa guldek, uning go'zalligini oldida oy ham uyalguvchi, uning umr yo'ldoshi kelinchagimiz bor ekan. Taqdirning taqozosi bilan ular topishibdi, bir-birlariga yoqishibdi. Allohning rozi rizoligida ota-onani boshchiligida mana shunday to'ylarni boshlashibdi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Добрый вечер, дорогие друзья, дамы и господа. Bugun unutilmas oqshomda ikki musaffo qalbigalarni sevgi muhabbatlari tantana qilgan kun munosabati bilan to'yu tomosha deb e'lon qilindi. Shu bois ajoyib sahnalar bezatilib, barchangizni aziz mehmon hamda mezbon qilib saylashdi. Bugungi qahramonlarimizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Barchangizga xush kelibsiz deya bugungi oqshomimizni boshlaymiz degan umiddamiz. Ado bo'lmas sir to'la bag'ring armonimisan, aytgin muhabbat, ishq yulduzini suygan onaday buyuk imkonmisan, aytgin muhabbat. Nazokatning sof gullariga buyuk bo'stonmisan, aytgin muhabbat. Hofizga ishq satrin o'rgatgan zabonmisan, aytgin muhabbat. Savollar har biriga javob topilmas. Hayotimda qildim xatolar, davosi yo'q yillar o'tsa ham. Yaxshimi yomonmi o'tkazarman hayotimni, men chidayman, achimayman kunlarimga. Yaxshimi yomonmi o'tkazarman hayotimni, men chidayman, achimayman kunlarimga. İnsanlar har biri ham baxtli bo'lolmas. Hayotimda chekdim azoblar, unutmasman yillar